Xo'p, birinchi o'rinda mana patologimiz. Tunuka fonchi. Tunuka fon ham qilaveramiz. Tunuka fonlar ham har xil fasonda qilib berilaveradi. Beraveramiz. Misol, polni samariz, reka, ustaqa hamma yo'g'i bilan nech puldan qilib beriladi? 130 mingdan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz Xudo xolasa Ziboskan tumani Paytix shahridamiz. Yana bir obyektimizga keldik va bu obyektda sizlarga Xudo xolasa chiroyli qilib pol pataloylarimiz bor, chiroyli qilingan. Sizlarga bir qator narx-navolar bilan tushuntirib o'tamiz inshaalloh. Hozir ustamiz Ulug'bek aka usta bir qator bizga batafsil ma'lumot beradi. Undan oldin esa do'stlar kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Qani biz boshladik. Xo'p, birinchi o'rinda mana patologimiz. Patologimiz mana shu ko'rinishda. Assalomu alaykum Ulug'bek aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan tinchmisiz? Sizni ishlaringiz bir qator so'ragan akalarimiz bor edi. Bir qator yoritib, ko'rayotgan obunachilarimiz yoki uy qurmoqchi bo'lgan, patolog qurmoqchi bo'lgan akalarimizga Xudo xolasa chiroyli bir ma'lumot berib o'tib ketsak. Aka, Xudo xolasa bu patologimiz nimadan bo'lgan aka? Patologimiz dekor. Hop. Dekordan qildik. Aha, dekordan mana shu fasonda qilindi. Endi qaysi nimadan materialdan qat'iy nazar qilib berishimiz mumkin. Figuralarni o'zi figuralarni boshqalardan tanlasa ham bo'yashni qilib beraveramiz. Demak, o'zlari xohlagan, fasonda aka Fasonda qilib beraveramiz. shunaqa fasonda qilib bera olasizmi desa, demak, bemalol qilib yetkazib berilaveradi. Xo'p, kvadratlari agar bilsak, bir qator aytib o'tib ketsak. Xo'p, dekorni oldik, 42 mingdan dekor oldik. 42 ming so'mdan kvadratini oldik. Aha. Reka oldik, cho'mli reka. 3800 so'mdan 400 metr reka oldik. Xo'p. 400 metr. Gullarimizni o ichidagi gerda oldik. 20,5 mingdan oldik. Tayda chaspaydi 11 mingdan oldik. Tayda chaspayni kattaroq qildik. Shuni hisobiga chiroyli, yaxshi ko'rinish hisobiga. Mana o'z ko'rinishi haligi plotniy bo'lib cho'tka chiqibdi. Xo'p, endi hozir uzunligi bu uzun koridorimiz ekan, bu yer. Ha, bu yer ayvon sifatida qilingan. Endi keyinchalik maydan devor qilib, bo'linadigan bo'ldi. Shuning uchun mayda ko'rib qilib tashlab ketdik. Ko'rib qilib tashlab ketildi. Keyin gipsokardondan devor qilib turib, reka tortib qilib yo'radi. 4 xona qilsa bo'laveradi-da. Bo'ldi. Xo'p, eniga 3,5, ha? Ha, 3,5 ga Uzunligiga 35. 10,35. 3,5 ga 10,35. Xo'p, endi mana hozir kvadrat 42 ming 400 metr reka ketdi. Necha kvadrat ketdi hozir? Bu yerimizga. Pasti 49 necha ham bo'ldi? 50 kvadrat. 50 kvadrat hisoblayveraylik, ha? 50 kvadrat. Xo'p, 50 kvadrat. MDF'imiz a? Dekor. Dekor plasmamiz. Demak, 50 Dekor plas boshqa dekor. Ha, dekorni o'zi. Plasmas. Yo'q, dekor. Dekorni o'zi ekan. 50 kvadrat ketibdi, 400 metr reka. Endi usta haqimiz nech puldan qilib beriladi fasoniga qarab? Endi hozir bu yerda 50 mingdan qilib berdik. Aha. Endi sложностьga qarab narx ko'tarilishi mumkin, yoki arzonlashishi mumkin. Demak, oson qiyinligiga, fasoniga qarab narx kelib chiqilaveradi. Bo'ldi, do'stlar, agarda Xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar patologiyada. Yo'q, menga misol boshqa manaqa dekor bo'lmasin, boshqa patologlardan, misol gipsokardondan, yoki MDF desa ham qilib berilaveradi. Bo'ldi. Ustunlari. Mana yerda mana chiroyli qilib balyasinalarni ham Xudo xolasa. Aha. Demak, balyasina, pol patolog ketaveradi. Pol patolog. Tunuka fonchi. Tunuka fon ham qilaveramiz. Tunuka fonlar ham har xil fasonda qilib berilaveradi. Beraveramiz. Do'stlar, mana bu patologiya. Osondan tashlaveradi. Tunuka fon ham mana aylanpasiga bo'lgan. Tunuka fonlarimiz endi qiziqadi-da, bir qator narxlari bilan bir qator aytib o'tib ketsak. Misol, polni samariz, reka, ustaqa hamma yo'g'i bilan nech puldan qilib beriladi? 130 mingdan. 130 mingdan guliga qarab bu ham narx-navosi o'zgaradi. Guliga emas, anaqa list qalin yo'qoligiga qarab narxi oshib boraveradi. Demak, listga qarab, kraskalar o'chmaydi. Yo'q. Kraskalar o'chmaydi. Bu akalar, Xudo xolasa mana patolog qildiraman, o'g'li shapkaga mana tunuka fon qildiraman degan akalarimiz yoki bo'lmasam balyasina, pol, patolog
shunga o'xshash tom ham yopaverasiz-da. Ha. Yog'och ishlari bo'lsa, bemalol mana ekranda yozuvlar, nomerlarni yozib qoldiramiz, xudo xolasa. Mana Ulug'bek aka usta, Izboskan tumani, Payt shahridamiz. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Iloji boricha kelishtirilgan narxlarda chiroyli qilib, xudo xolasa qilib beriladi.